Agar siz duxovkada bir marta bo'lsa ham o'rama tayyorlab yeb ko'rmagan bo'lsangiz, tavsiya etaman. Siz o'ylagandanda mazaliroq bo'lib chiqadi. Nachinkasiga maydalangan piyoz, kartoshka, krasniy peres, zelin va go'shtimizni solib, tabga ko'ra tuz, peripara va ziramizni solib aralashtirib olamiz va ozgina dam olishga qo'yib qo'yamiz. Ungacha esa xamirini qorib olamiz. Xamiriga un, bitta tuxum, ozgina yog', sut va tabga ko'ra tuzimizni solib, xamirini qorib olamiz. Dam olgandan keyin yoyib, ozgina yog' surtib va nachinkasini solib o'rab olamiz. Tarelkalariga shunday qilib terib, ustini esa kunjut bilan bezatib olamiz. 20 minutga duxovkaga qo'yib, tayyor bo'lgandan keyin toza sariq yog'imizni surtamiz. Uni kesib, o'zingiz xohlagancha tarelkangizga solishingiz mumkin. Juda ham yumshoqqina bo'lib chiqadi, mazali bo'lib, glavnisi sochni bo'ladi. Oila a'zolaringizga albatta bu ma'qul bo'ladi.